ne kadar numussuzluğu, ne kadar peskeşliki, ne kadar rezilliki, ne kadar ahlak teşeddüki bir mahluk ekanligini ko'k tupuradi. Bizning 3 vaqt tamoq yeyishni teşvik qildik. Tamoqning vaqti qaraydi yeyishni teşvik qildik. Sen tamoq yeyishni sevib o'rgatdingmi bizga? Xitoy. Sen tamoq yeyishni kim o'rgatdi? Ajoyib bas Xitoy. Bu ko'yning har bir gapini o'ziga kunlik nechun tukurib, ay o'ziga ham desigin cho tarat qilg'imam keldi bu. Abada desak, ilmiy so'z qildi. Voy ilmiy so'zni sen bir qilava qildigan ko'ylar. Bununla bo'lgan nafrat, bununla bo'lgan g'azab, bununla bo'lgan o'chmanlik oshib, ajoyib eshib ketadi. Ba'zan har cho'ng kapalar anglamayman. Anglasam nereden qayda ba'zan nereden charastab ketasiz. Bizning salomatligimiz sen kelmasdan ilgari sen Sharqiy Turkiston kelmasdan ilgari yaxshi ekan. Sen Sharqiy Turkiston tajovuz qilgandan keyin bizning mayli jismoniy salomatligimizmi yo'q, ruhiy salomatligimiz yo'q. Faqat aram ba'midan kasalni sayilib keldik. Endi bizning tamoq yeyishimizga teşvik qilib bermagan. Biz kasal olsak o'zimizga bo'ldi. Seni kuyunishing emas, beşimizni siylab qo'ysang uchun beşimiz urgandek tayoq bilan urgandeklar to'ylig'im bo'lib qoldi. Ko'zimiz seni faqat ko'rimiz rohat qilamiz emas. Bu Sharqiy Turkistonni sen bir yo'qolg'in. Bu Sharqiy Turkiston Xudoyim sen seni bizga afat balo qilib beribdi. Alloh taolo bir ko'tarib o'tgan bu balodimizni Alloh taolo o'tgan. Bu Ramazon insonlikning cho'ng davosi, shifasi bu. Bu şunsin savası Xitay deyimiz şu an. Bu ro'zining alayligi nima? Nima uchun edigendin sahardan başlap akşam kadar tamak yemese ziyni var mı, faydası var mı? Senin kaşını ro'za tutup kisel olap kaldı, ben yıkılıp kaldım da kim geldi senin kaşınga? O necis Xitay. Kim senin kaşını doktorxonaga kepti? Sen doktorxona aktör baksa, doktorxona çalıştırdığı Ramazan'da kisel cık kilo atamda. Ramazan tutmağa vaxtla cık kilo atam deyip bunu tekşört bakmam sen. Bu akılsız Xitayın. Özünün senden akıl nerede bulap kaldın o? Aş hakimiyet tutkallıkın, hakimiyet sana kep kağallık için akıllık olap kalırsın. Sen dünyadaki en akılsız paskına, nicis bir mahluksun. Şimdi ben insan bir akıla mahluk desemin çoğun, şunda digeyden nefretim keşirdim. Bu noktada ben bunun kerip senin aklına araştırıp düşendirdiğin bolsam, doktorxona kapıp aklına işlemeydi kaldıkını, nurgun cihati ispatlap veririz biz. Tibbi cihatı. Sen bu cihat ne mi? Sen junda da özağını juyuvat kaldıkın, sonunda çıkıp gitip alsan, ben itip koyup junda kılıp biz onu juyuvat kaldıkının üzü, senin aklının işlemeydi kaldıkının birinci adli bir hücceti bu. Yani. Sen akıl işlesen Sharqiy Turkistonga kelib turib, Sharqiy Turkistonning tilini, yezgini, örf-odatini, mahallining ismini, shahar ismini bilmay turib men mushalik deysan va. Bunda nurg'unda. Nurg'uncha bizning o'sha paketlarimiz. Bu paket qo'naydigan vaqt emas ha. Qo'limizda tayoq bo'lmaganlik uchun bizning gapimiz bo'lmayapti. Bunisi haqqimiz.